Trakni to'xtating. Parking tormozini qo'ying va 4 tomonlama favqulodda chiroqlarni yoqing. Agar dvigatelni o'chirgan bo'lsangiz, kalitlarni cho'ntagingizga soling. Shunda tasodifan trakni qulflab qo'ymaysiz. Goal usulidan foydalaning. Get out and look. Chiqing va qarang. Har doim 3 nuqtali aloqa usuli bilan trakdan tushing. Trak treyler atrofini to'liq aylanib chiqib tekshiring. Odamlar, to'xtab turgan avtomobillar, uskunalar yoki to'siqlar bor yo'qligini tekshiring. Orqaga harakat yo'nalishini rejalashtiring. Trak treylerdan yuklash maydonchasiga yurib boring va harakat yo'li ochiqligiga ishonch hosil qiling. Yerdagi, ko'z darajasidagi va yuqoridagi to'siqlarni tekshiring. Eng keng tarqalgan xavflar: yo'l chekkalari, panjaralar, yuklash maydonchasi ustunlari, to'xtab turgan mashinalar, elektr simlari va osilgan belgilar. Orqaga yurishdan oldin bir necha marta trakdan tushing va tekshiring. Ortiqcha ehtiyot bo'lish hech qachon zarar qilmaydi. Kuzatuvchi, spotter ishlatish. Malakali va tajribali kuzatuvchi yordamida ishni oson va xavfsiz bajaring. Kuzatuvchini eshitish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'l signallari bo'yicha kelishib oling. Kuzatuvchi doimo ko'rinadigan joyda turishi kerak. Agar kuzatuvchini ko'zguda ko'rmasangiz, darhol to'xtang.